Hey Mo'minjon, Labbe buvi. menga qara. Kartangga pul tushdi. Apang telefoningga pul tashadi. Tezda yetib kelsang, apangni qiziga birga sarpo qilamiz. Tezda yetib kelgin bolam. Ha, xo'p. Ish qilib yechib olmagan bo'lsin-da bu pulni. Voy, bu pulni ham yechib olibdi-ku. Boshna. O'rtoq, hozir yonyapti. Mani kartamga buvim pul tashlashibdi. Sani kreditingga yechib olibdi bu pulni ham. Tezda to'g'ri bermasak bo'lmaydi, bozorda buvim kutyaptilar. 1 soat boshna. 1 soatda уже kartingni tashab qo'yaman. Hijolat olma, oshna, men bilasan-ku, hal qilaman. Hijolat olma. Obbo, kech bo'lyapti. Shu vaqtgacha kelmaydi. Qayerda yurib ketgan bu bala-ya, xudoyey. Hozir 1 minut. Boshna. Do'stim, nima bo'ldi? 1 soat deganingga ham 2 soat bo'ldi. Yoshi katta odam yerda kutyapti. Как раз oldinga ketyapman. Ha, mana hozir 2 minutda boraman oldingda. Ukajon yordam qilib turing, iltimos sizni. Taka. Boringizga shukr, rahmat. Uni qilaylik. Assalomu alaykum buvi. Keldingmi? Uchoq olib ketding? Bozor ham tugayapti. Narsalar olib qo'ydim. Do'konga yur, pulini to'lab qo'ygin kirib. Pul yo'q buvi. Qanaqasiga? U birovni puli, u pulni senga apang tashab bergan-ku. Nimaga ishlatasan u pulni? Sizlarga aytmagandim. O'rtog'im bankdan kredit olganida kafil bo'lgandim. Plastigimga tushgan pulni o'shanga yechib qolyapti. Ey balama, algan bala ekansan-da. Mayli, endi nima bo'lardi? Tillolarni sotib ham bo'lsa olaman-da. Borsan, ketaver bo'lmasa. Tinchlikmi? Nimaga narsalarni yig'ishtirib olding? Nima yig'layapsan? Ana sizni mehribonchiligingiz deb uysizlanib qoldik. Nima? Aka, tinchlikmi? Nimaga biz uyimizni pechatlayapsiz? Bu endi bankka tegishli. Vaqtida to'lamagan qarzdorliklar uchun uy musodara qilindi. Aytgancha, mabodo muhrni buzishga harakat qilsanglar, jinoiy javobgarlikka tortilasizlar. Xayollar u savollar yigit ko'nglim ezadi. Hali sizni do'st bildimmi? Odam qurib ketganday.